Va nihoyat men mashinamiz tayyor bo'ldi. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mashinamiz salonni L9 rangga o'zgartirib qo'yganmiz, ko'rishinglar mumkin. Plastmassa detallarni bilik bilan qilganmiz, rezinlariga jidajim bilik bilan sepganmiz. Qarang salonni. Ikkitalab spamnilar nima deyapti? Tepaga ham, pastga ham ketaverasiz mazza qilib. Polni zamsh qoplab berganmiz akalar. Chexollarni qaranglar, yozuvlariga nima deyapti? Ham yozuvlar nima deyapti? Qaranglar mana. Apshipka qismlarini ham, qoralarini bilik bilan qilib berganmiz. Koja zamsh bo'lgan polni, oyoq taglari gilam bo'lgan, gilamlarni qaranglar. Oyoqchani yech olib, mashinchani irillatib ketaverasizda aka. Mana spalli nima deysiz, yot olib, bundoq qarab, bag'rimiz ochilib ketaveradi mashina. Salonni qarang. Mashinamizda salon yoqqan bo'lsa, lekin podpiska bosishni unutmanglar. Bu videoni katta mashina deydigan do'stinglar jo'natib qo'yinglar. Joningiz sog' bo'lsin.